Ushbu loyiha Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Xalaka mahallasida joylashgan 28-konturda joylashgan bo'lib, Qumqo'rg'on bank xizmatlari markaziga biriktirilgan. Ushbu loyihani amalga oshirish uchun 22 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, hammasi piyoz mahsulotini ekishgan. Bu piyoz mahsulotini ekish vaqti oktyabrning 15-sanasidan oxirigacha davom etgan. 180-200 kun davomida pishib yetilgan. Hozirda yig'ishtirib olish jarayonida. Piyoz mahsuloti bir sotiqiga o'rtacha 400-500 kilogramdan to'g'ri kelmoqda. 3,5-4 ming so'mdan tashkil qilyapti 1 kilogramini. Bu dehqon xo'jaliklarini samarali tashkil etish uchun Xalaka kelajagi kooperatsiyasi ochilgan bo'lib, bu dehqon xo'jaliklari birgalikda amalga oshirilmoqda.